Mana oshxona ham pardalari cho'tga chiqqan. Oshxona, zal, hol parda olib ketganmiz. Nima deyapti bu parda? Oshxona pardasi. Shuni oshxonaga kirgan paytingiz asablaringiz buzilib ketadi-yu, o'sha payt shuni pardaga qarab, mana stolga o'tirib bitta qora choychani damlab, pardalarga qarab, cho'tga ketadi. Atmosfera zo'r. Parda qancha toza bo'lsa, tashqaridan mikrofon ham kirgizmaydi, sizni sog'lig'ingiz uchun ham zarari yo'qda. Va pardangiz kirib yotgan bo'lsa, ishonavering-da, bu parda filtr. Insonni filtri burun bo'lsa, parda filtri zashtkasi qancha toza bo'lsa, bu ham top-toza ko'rinadi. O'sha uchun har 6 oyda bir yuvdirib turish kerak pardalarni.